Bittada o'xshab chiqadigan va o'tirib qolmaydigan, oralari g'ovak bo'lib pishadigan zavarnoy retseptini qidirayotgan bo'lsangiz, unda videoni saqlab oling. Avvalo qozonga sut, sariyog' va bir chimdim tuz solamiz, ketidan razilxli til qo'shamiz. Erigan sariyog' ustidan un qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Xamir qozon devorlaridan ajralib bir butun massa bo'lgunga qadar pishiramiz. Xamir shunaqa pyure sifat bo'ladi. Uni boshqa idishga solib 5 daqiqa sovutamiz. Sovigan xamir ustidan 4 ta tuxumni bittadan chaqib yaxshilab aralashtiramiz. Xamir videoda ko'rsatilgandek quyuq bo'ladi. Tayyor bo'lgan massani konditerskiy meshokka solib, listimizga o'zimiz xohlagan naqshda chiqarib olamiz. Endi qo'limizni yaxshilab qo'llab, zavarnoylarni uchli bo'lgan joylarini qo'limiz bilan bosib shakl beramiz. 180 darajada qizib turgan duxovkaga pishirishga yuboramiz. Zavarnoylarimiz tayyor. Endi konditerskiy meshok yordamida zavarnoylarimizga krem solib olamiz. Krem tayyorlanishi to'liq resept opisaniyada. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang.